Bu filmni suratga olish uchun aktyor deyarli hayotini xavf ostiga qo'ydi. 2015-yilda suratga olingan Omon qolgan odam filmi nafaqat syujeti, balki qanday yaratilganligi bilan ham kino tarixiga kirgan. Filmda rejissor sun'iy studiya yoritgichlaridan deyarli butunlay voz kechdi. Filmning aksariyat sahnalari faqat tabiiy quyosh nuri yordamida suratga olindi. Shu sababli suratga olish guruhi kuniga atigi 1-2 soat ishlay olardi. Quyosh botishi bilan tasvirga olish ham to'xtardi. Film Kanada va Argentinaning sovuq hududlarida suratga olindi. Harorat ba'zan -25 darajaga tushib ketardi. Suratga olish jarayoni shu qadar og'ir kechdiki, jamoaning ayrim a'zolari loyihani tark etishga majbur bo'ldi. Leonardo DiKaprio esa bu rol uchun juda katta fidoyilik ko'rsatdi. U ilgari yemagan taomlarni iste'mol qildi, muzdek daryolarga tushdi va haqiqiy sovuq sharoitida suratga olish qanday bo'lganini his etdi. Aynan shu roli uchun u faoliyatidagi ilk Oskar mukofotini qo'lga kiritdi. Sizningcha Omon qolgan odam filmi tarixdagi eng chiroyli suratga olingan filmlardan biri deb hisoblash mumkinmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va videoga bitta like bosishni unutmang.